Bo'ldi, yo'q, uyda. Poydevor buzib, seysmik holat bo'ldi. Qarang. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ko'p qavatli uyning nafaqat bir, balki ikki joyidan yerto'lagacha yo'l ochilgan. Eng xavflisi shundaki, bino asosiy ustunlari kesilib, teshilgan. Bu esa uyning mustahkamligiga jiddiy zarar yetkazgan. Ushbu noqonuniy holatlar esa Yangiyo'l tumanida joylashgan ko'p qavatli uyda aniqlandi. Yangiyo'l tumanidagi holat to'liq o'rganildi va mulkdorga qisqa muddat ichida holat bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Bunday noqonuniy o'zgartirishlar nafaqat bino barqarorligiga, balki unda yashovchilarning hayotiga bevosita tahdid soladi. Mulkdorlarga yetkazilgan zararlarni o'z hisobidan bartaraf etish va bino yerto'lasidan faqat belgilangan tartibda foydalanish bo'yicha yozma ko'rsatmalar berildi. Unutmang, qonunni bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod etmaydi. Agarda yuqoridagi noqonuniy holatlar belgilangan muddatda bartaraf etilmasa, majburiy tartibda bartaraf etish choralari ko'riladi.